Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli obunachi va kuzatuvchilarimiz. Bugun yana men o'zimni ozgina arxiv kolleksiyamni ozgina tanishtirib o'taman. Ozgina bir shingil degan video obzor qilib beraman o'zimni shaxsiy arxivlarimdan, kolleksiyamdan. Video kasetalarimiz, o'zbekcha klip konsertlar, bu yoqda bor. Bu yoqda audio CD studiyni disklarimiz. Bu yoqda ham CD disklar, o'zbekcha audio CDlar, kasetalar va DVD disklar. Bu yoqda audio kasetalar yana o'zbekcha. Tak, bu yoqda sizlarga o'tamiz, ko'rsatib o'taman. Proyektor. Radio texnika degan ariya yaxshi narsa. Proyektor. Plastinka, vinil plastinkalar eshitish uchun sal oldi qirilganroq, lekin zo'r ishlaydi. Mana yoqda vinil plastinkalarimiz. Hozir yana bir yaxshi narsa ko'rsataman sizlarga. Antikvarroq, yaxshi holatda ish magnitofoni 306S. Ikkita kasetali yaxshi narsa bu ham. Tushunganlar tushunadi. Antikvarroq kamyonbop bu magnitofon ham hozir. Tak, bu yoqda yana menda audio player bor. After Reversli. Bu yoqqa ham yetadi. Va radioli ham bu. Uchtasi bittada-da. Ajoyib player radio. Mazza eshitsa bo'ladigan narsa. Tak, bu yoqda yana disklar bor. Video kaseta, bu nima bu degan Davron G'oyev kinosi o'ynagan. İştirakida bolalar shou, 3 ta konsert bittada. Rossiyada chiqqan disk. Bilganlar biladi. MP3. Yoqda ham kasetalar, vinil plastinka, disklar. Ozgina plastinkalarni tanishtirib o'tay, qisqaroq. Amerika, Kanadani plastinkalardan bor. Bitta o'zbekcha plastinkalar bor. Plastinkalar. Bitta rossiyskiy plastinkalar, pecha ham bor ekan. Chet el musiqasi, dunyo musiqasi. Yo'da klassika. Yaqin konsertga tushgan Usmonov video qolib ketdi. Tak, bu yoqda klassikalar. Norvegiya vinil plastinkalar, har xillar. Dunyo musiqasi xullas. Bu vaqtga bir vaqt bo'lganda obzor qilib beraman. Sekin. Ko'p bu yoqda juda mashhur vinil plastinkalar bor. Yana mashhur plastinkalar. Ham disklar ham noyobroq, Setora Yulduz Usmonova ikkitalik disklar. Tamam, bu yoqda ham aytgancha audio kasetalar bor. Buni ham bir obzor qilib beraman. Ichida bir korobka audio kasetalar, bitta kasetalar bor. Anchagina bor. Tanishtirishga ancha vaqt ketib qoladi. Bir vaqt bo'lganda yana bir obzor qilib beraman kasetalarni. Ko'p o'zbekcha kasetalar yo'qda. Ham korobkada ham o'zbekcha audio kasetalar. Mana kasetalar. Bu yoqda ham ancha kasetalar bor. Retro audio CD disklar, ancha disklar bor. Studiyni disklar. Audio CD. Xullas do'stlar, bugungi video obzorlarimiz shular. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Hali bizda yangiliklar ko'p bo'ladi, sizlarga ko'rsatib o'taman. Videoni iloji bo'lsa tarqatib qo'yinglar. Boshqalarga foydasi tegib qolishi mumkin. Podelitsiya qilib va like ayamasdan izohlarda, kommentariylarda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar.